Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda sizlar bilan rasm formatlarini haqida gaplashamiz. Internetda juda ko'p rasmlar ishlatiladi, lekin hamma rasm ham bir xil formatda bo'lmaydi. Masalan, JPG, PNG, SVG yoki WebP degan formatlar bor. Bugun shu formatlarni farqi nimada? Qaysi biri qayerda ishlatiladi va nima uchun optimallashtirish kerakligini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Rasm formatini noto'g'ri tanlasangiz, sayt sekin ishlashi mumkin. Shuning uchun web dasturlashda format tanlash juda muhim hisoblanadi. Avval JPG formatidan boshlaymiz. Bu format ko'pincha oddiy rasmlar va fotosuratlar uchun ishlatiladi. Masalan, tabiat rasmi yoki telefon kameradan olingan rasmlar. JPG ning yaxshi tomoni hajmi kichik bo'ladi va sayt tezroq ochiladi. Endi PNG formatiga o'tamiz. PNG format sifati yaxshi, saqlash bilan mashhur. Yana eng zo'r tomoni backgroundsiz rasm ishlatish mumkin. Shuning uchun logo va ikonkalarda ko'p ishlatiladi. Keyingi format SVG. Bu oddiy rasm emas, vektor format hisoblanadi. Agar SVG va ni kattalashtirsangiz ham sifati buzilmaydi. Logo va web ikonkalari uchun juda qulay formatdir. Endi esa WebP haqida gaplashamiz. Bu zamonaviy format bo'lib, hozir ko'p saytlarda aynan shundan foydalanmoqda. Sababi hajmi juda kichik, lekin sifati yaxshi saqlanadi. Bu esa saytning tez ishlashiga yordam beradi. Endi optimallashtirish nima ekanini ko'ramiz. Optimallashtirish rasm hajmini kamaytirish degani. Agar rasm juda katta bo'lsa, sayt sekin ochiladi. Shuning uchun rasmlarni optimallashtirish kerak bo'ladi. Buni qilish uchun rasm o'lchamini kamaytirish, kerakli formatlarni tanlash yoki Tiny PNG kabi saytlar ishlatish mumkin. Xulosa qilib aytganda, JPG oddiy rasmlar uchun, PNG transparent rasmlar uchun, SVG logo va ikonkalar uchun, WebP esa zamonaviy va tez ishlaydigan saytlar uchun ishlatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar bu videom yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.